Assalomu alaykum. Bugungi videorolikimiz orijinal Samsung LG televizorlarında IPTV açış bo'ladi. Ko'pdan beri aytib qo'yardim, chiqaramanda vaqt bo'lmay qoldi, chiqarib qo'ymadim videoları. Bugun xudo xolasa yana chiqaramiz. Orijinal Samsung LG televizorlarında app'sida yozib qo'yadi, Play Marketda yozib qo'ymaydi. Men hozir RTL televizoridan foydalanib turibman. App'si, ya'ni Play Marketine girasiz, po'ysuk joyina media deb yozasiz. Bizim medyada yazgan vaqtda shu prilojeniyga kelib chiqadi. Shuni yuklab olasiz. Men hozir yuklab olib qo'yibman. İçine giramiz. Shu ko'rinishda açıladi. Setting, ya'ni nastroyka bölümüne giramiz. Pastda 3-qatora. Shunga bosganingizdan o'zi start parametrlar bölümüne o'tadi. Shunga giramiz. Girganlarimizda shu bölüm bize kutib oladi. Birinchisine giramiz. Ya'ni ishi ko'rsatib turgan joyma OK tugmasini bosasiz. Keyin beda shu bosganingizdan keyin server yozish bölümü kelib chiqadi. Şöyle yazıladigan serveri ekrandan ham qo'yib o'taman. Shuni kiritasiz. Ya'ni ishi ekranda ko'rinib turgan serveri nechga yozilgan bo'lsa, shuni yozib OK tugmasini bosasiz. Kim IPTV gerek olsa bemalol telefon arasida O'zbekiston bo'ylab ochib beraman, muammosi yo'q. Shu biz aytgan prilojeniyani yuklab olib telefon oladigan bo'lsangizlar, sizlar ham bizlar ham qiynalimiz. Serveri sotib olasizlar, joy desangizlar ochib beraman. Videorolikka keladigan bo'lsak, yaqinlar shu bo'limga kirganlarimizdan keyin yes tugmachasini bosamiz. Biroz kutib turamiz, zagruzka bo'lib oladi. Kanalımıza abone bo'lmaganlar abone bo'lib qo'yinglar. Ko'pchilik videolarimizni abone bo'lmay ko'rib Yaqinlar shu bölüm gelip chiqadi bizlarda. Keyin zagruzkadan keyin Filuza giramiz. OK tugmachasini bosamiz. Keyin shu biza magazin bölümüne giramiz. Magazin bölümüne girganlarimizdan keyin shu prilojenelar gelip chiqadi. Bizlarga keragi beda. Hot Play Force. Şu ko'rsatgan prilojeniyani yuklab olasizlar. Ustidan bossazlar. Ustanovka. Shuni bosasizlar. Yuklab olgandan keyin açışa bosamiz, ya'ni ichine giramiz prilojeniyaning. Menda hozir RTL televizor bo'lgani uchun nastroyka bölümünü açıp bermadi. Shu prilojeniyani yuklab, menga telefon oladigan bo'lsangizlar, qani yerini tushuntirib beraman.